Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari va bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugungi loyiha ishimiz ekonom variant va qishloq sharoitiga mos shaklda shu ekranda ko'rib turganingizdek G shakliga ham o'xshab ketadi. Shunaqa shakldagi uy loyihasi. Tomlari profnastildan, yuk ko'taruvchi devorlar pishgan g'ishtdan va fundamentlari betondan. Endi tomini olib tashlaydigan bo'lsak, bizda shunaqa ko'rinishga ega. Bu bizda oldin ham aytib o'tganmiz, aslida YouTube'ga qo'yadigan loyihalarimiz hammasi mijozlari, klientlari xohishiga binoan, ular xohishlarini hisobga olganda loyiha qilib berilib, undan keyin o'zimizda reklamamiz uchun qo'yib ketamiz YouTube'ga. Bu ham mijozni xohishiga binoan qilingan. Umumiy hisobda demak, xonalarni tushuntirib o'tamiz. Bu yoqda mana izini kirish qismi. Endi buni hamma o'z joyiga uchastkasidan kelib chiqib qilish mumkin. Kimdir bu tarafdan darvozaxona berishi mumkin, kimdir darvozaxona bu yoq etak qismida bo'lsa, darvozani ro'parasiga berishi mumkin, uyni joylashtirishi mumkin. Umuman olganda quyoshga nisbatan to'g'ri joylashtirish hisobga olinadi. Xo'p, demak bizda bunda kirishda ikkita zinani bunda aylanib kirib chiqish mumkin. Bu taraf oshxonamiz, oshxona planda alohida kirish eshigiga ega. Uy qismimizga alohida vitraj qilinadi bu tarafga. Kirganda bu yoqda umumiy xona. Umumiy xona, mehmonxona sifatida ishlatish mumkin. Bu tarafda ikkita bolalar xonasi hisobga olingan. Bu yoqda garderob yoki sanuzel qilib ishlatiladi. Sanuzel bersa ham bo'ladi, garderob bersa ham bo'ladi. Faqat bu taraf sanuzelligi ma'lum. Bu o'sha master spalnik, kattalovchi yotoqxona. Bu tarafda derazasi bor. Bu umumiy xonada ikkita deraza bor. Yoritilishlari normaga to'g'ri keladi. Umuman olganda shu yoritilishga bir to'xtalib o'tsak, xona sathini 5 dan 1 dan 8 dan 1 gacha yoritiladi. Yotoqxonalarda 8 dan 1 to'g'ri kelaveradi. Umumiy xonalar, oshxona, mehmonxonalar ko'proq yoritilgani ma'qulroq. Bundan tashqari bizda oshxona qismimizni tagiga podval ishlangan. Bu texnik xona sifatida hisobga olingan. Xo'p, bizda demak mana podval qismimiz. Podvalga shunaqasi binoni yon tarafidan zina orqali tushiladi. Eshigi bor mana va havo aylanishi va yoritilishi uchun kichkina fortichka ham berib ketilgan. Bu yoqda mana turpoq bilan to'ldirib qo'yilgan. Bu tegi podval emas, bu yer uy hisoblanadi. Umumiy ko'rinishda shunaqa. Yon tarafida 3 ta derazasi, bu yonda bitta, oldi tarafida ham 3 ta derazasiga ega. Jami 7 ta derazasi bor. Xo'p, endi o'lchamlari o'zi bu tarafi 720, bu tarafi 1060, bu tarafi 15 metr tashkil qilibdi. Endi planiga o'tadigan bo'lsak, bu bizda hozirgi 3D ko'rinishi ko'rsatilgan modelimizda aynan plani. Xonalari, o'lchamlari, texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari, eshik, derazalar haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari xomashyo sarfi miqdori berib o'tilgan. Demak, bir chetdan boshlaymiz. Boya aytganimizdek, o'lchamlari haqida bu taraf 720, bu taraf 15, bu taraf 1060. Xonalar eshikdan kirganda, vitrajli eshikdan kirganda xoll qismi bor bizda. 4,5 14,6 metr kvadrat tashkil etadi. Chap tarafda umumiy xonamiz, uzunligi 560, eni 3 metr. Yotoqxonamiz ham shunaqa, kattalar yotoqxonasi 3 ga 560 razmerda. Sanuzilimiz kattalar yotoqxonasi uchun 1,5 metrga 1,70 tashkil etadi. Bundan tashqari ikkita xonada berganmiz, uni maqsadga muvofiq ishlatish mumkin. Detskiy qilib ishlatsa ham bo'ladi. 4,60 ga 3 metrdan ikkita va xuddi shu o'lchamda 4,60 ga 3 metrda oshxonamiz berilyapti.
Hudud maydoni bizda 4 sotik hisobida olinyapti. Qurilish osti maydoni 126,4, umumiy maydon xonalar ichini yig'indisi 111,5 metr kvadrat. Qurilish hajmi 606,7 metr kub. Vitrajlar, eshiklar, derazalar berib o'tilgan, buni ko'rasizlar. Bundan tashqari o'zimiz ham variant hisobida ishlaganimiz bor, buni ko'ramiz. Ya'ni bizda sanuzelda izmeneniya bo'lgan. Bu ikkala tarafga xonadan kiradigan sanuzel bizda umumiy sanuzel qilib berilgan. Mana shunaqa. Xonalar hammasi o'sha, oshxona, xona, hovl hammasi avvalgidek bir-biriga to'g'ri keladi. Faqat bu yog'i 5 sm kengayotdi-da ichi, umumiy sanuzel tashkil qilyapti. 185 ga 175 o'lchamda, kvadrat 320 metr kvadrat. Bu yoqda yotoqxona uchun отдельный sanuzel ham berilyapti. 175 ga 120 o'lchamdagi. Sizlarga qaysi variant ma'qul? Birinchi variantmi, ikkinchi variantmi? Albatta, kommentariylarga bundan tashqari biror fikringlar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa bildirib o'tinglar, buni albatta hisobga olamiz. Xo'p, bu boyagi oshxonaning tagidagi texnik xonamiz. Yerto'la qismiga joylashgan texnik xonamiz. Endi umumiy xomashyo sarfi miqdorini tanishtirib o'tamiz. Demak, bizda poydevor asosi uchun setka qilib tashalganda 454 metr 10 diametrli armaturadan kerak bo'lar ekan. Umuman beton poydevori hajmi bizda 65,9 metr kubni tashkil etyapti. Poydevordagi sement miqdori shu holatda 1780, salkam 18 tonnani tashkil etyapti. Agar mabodo tosh qo'shilsa, kubasini yarmiga kamaytirish mumkin. Tosh qalab qo'yib borilganda fundamentga teng yarmiga kubasi kamayadi. Shunda o'z-o'zidan sement miqdori ham shunga mos ravishda kamayib boradi. Endi paltarag'ish devorimizga ishlatilgan paltarag'ish soni 21500 tani tashkil etyapti. 21500, ya'ni balonligi 88 mm, eni 120 ga 250 mm bo'lgan g'ish haqida aytamiz. Profnastilimiz 184,5 metr kvadratda tashkil etadi. Bu yoqda endi podval qismi uchun eshik derazani soni va kvadrati berilyapti. Undan tashqari mana tomini ham berib qo'yamiz. Sababi biroz murakkabligi borligi uchun. Umumiy sxematik tomni joylashuv shunaqa ko'rinishga ega. Mana o'lchamlari hammasi berib o'tilgan, ko'rishingiz mumkin. Bizning bugungi loyihamiz shundan iborat edi. Bugungi ekonom variantdagi sodda uyimiz qisqacha obzori shundan iborat bo'ldi. Ya'ni uy loyihamiz obzori shundan iborat bo'ldi. Bizlarni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.